Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Sizlar bilan Surxondaryo viloyati Termiz shahrida Umidjon. Bizlar reklama, xudo xolasa sizlarga manfaatli bo'ladigan reklama bo'ladi. Men Uchquzil Surxondaryo viloyati Termiz tumani Uchquzil sentridaman. Mana bu hokimiyatga kiradigan ko'cha. Eski Kalsavoyda joyi ko'pchilik biladi. Svetofor, milisaxonadan Kaftarxonaga chiqib ketish yo'li, yo'lning usti hokimiyat, tashkilotlar bu yerda sog'liq, hamma tashkilot bor Termiz tumanidagi. O'sha joydan bitta reklama. Mana bu Uchquzilda bu yerda bu joyda olsalaring nima afzalligi bor? Bu yerda juda katta loyiha qilinyapti. Sabab bilasizlar, Surxondaryoda o'sha suvli hududlarda muhtaram prezidentimiz katta summa ajratib turistik zona bo'lyapti. Biz bu oldin ham lager cho'milish plyaj edi. Biz kelgan paytimizda cho'miladigan oromgoh edi. Ancha o'zgarishlar bo'lib ketibdi. Xudo xolasa nasib bo'lsa, sizlarni bir xursand qiladigan videolarni olamiz. Uchquzil lagerga kirish eski Kalsavoyda joyi da mana shunday bitta akamizni bitta oshxonalari bor ekan. O'sha oshxonani biz reklama uchun kelganmiz, sotamiz Umidjon, reklama qilib bering deganga keldik. Mana shu burchakdan boshlanib, mana shu joygacha to'xtalgan. Orqasida ham joyi bor, hovlichasi bor. Undan tashqari o'sha oshxonaga tayyorlangan joylari bor ekan. Xo'p, kirishimizda bitta zalimiz bor. O'sha bemalol o'tirib, stul qo'yib o'tiradigan. Ichkarida o'rtada bitta katta zal. Endi bilmadim, konditsioner, televizor bo'lmasalar qanday qoladi bilmadim. Men bu yoqda ikkita kabinasi bor. Endi bu joy Termiz tumanidagi joy. O'sha holatdagi oddiyroq oshxona sifat joyimiz. Ichkarida o'sha qozon o'choq, undan tashqari o'sha tashqariga chiqadigan ichkarida hovlichasi bor, ko'chaga chiqadigan hovlichasi bor. Xullas, kuxnya ichkarida, oshxona ichkarida mahsulot tayyorlanadi, patnis turgan joydan olinib klientlarga beriladi. Bu endi qaranglar, bu hozirgi holati. Agarda sizda o'sha summa yaxshi pulingiz bo'lsa, shuni olib men tijorat qilaman, daromad qilaman desangiz, siz uchun go'zal joy bo'ladi. Endi buni loyiha qilib, 3-4 etaj qilib, aytganimda o'sha Uchquzilga kiradigan, ya'ni o'sha cho'milish oromgohiga kiradigan eng katta yo'lda yoqasidagi bitta do'konchani qilib, oshxona qilib, 2-etaj, 3-etaj qilsangiz, juda chiroyli joy bo'ladi. Arqadan kiradigan hodi bor. Oshxonaga ham yerdan kirasiz. Arqada o'sha aytgandek hovlichasi bor. Uni ham sharoit qilsangiz bo'ladi. Xohlasangiz buzib tashlab qaytadan chiroyli qilib loyiha qilib 4 etaj, 5 etaj qilib chiroyli qilib qursangiz bo'ladi. Narxini egalari 60 ming narxladi. O'zi bilan kelishasizlar. Variant sistema qanday bo'ladi desak, o'sha aytganimizda yangi mashinaga variant bor. Ikkilamchini bilmadim, o'zlari bilan kelishib olasizlar, xudo xolasa. Shuna qilib Uchquzil sentridan 60 ming dollarga mana shu oshxonamiz sotiladi egalaridan. Bemalol aloqaga chiqsalaring, bemalol sotib olsalaring bo'ladi. Rahmat, pastdagi nomerlar, egalarining nomeri o'zlariga bog'lanib, yana kelishib gaplashib olasizlar.